Do'stlar, sizlarga zo'r uy topib qo'ymadim, bangalagan. Bomba tushmaganicha meni bo'lgan uy sotilyapti. Umuman olgandan beri buni remont qilmagan. Aniq buni olib ziyon ko'rmaysiz, lekin olib remont qilib yashasa bo'ladigan uy ekan. Ikkinchi qavatda 2 xonalik skvozli uy sotilyapti. Mana remontiga bitta baho berasiz. No class. Zo'r basi eski Soyuz remontlari olib noldan shilib turib tarsalatib shpagalgan berib, siz xohlaganda avvalda yopishtirib, tagiga laminat polni bosib, tevaraga natijani tortib tashlab turib, mazza qilib yashaydigan uy ekanda, mana qarang, eski uy. Eski uyda qilsa esin ketadigan uy shu bo'ladi mana. Zal. Bunisi oshxona, aytib mana. Holati ishni taxta. Mana tushib ketgan mana. Hop. Bunisi xonmon. Akalar, Farg'ona shahar Frunze masjidida bo'lyapti. Chashpi magazini oldida 2-qavatda 2 xonalik skvozli uy sotilyapti. Uy remont bangalagan. Olib remont qilasiz. Xotirjam. Narxini $27.800 deyaptilar. Savdolash imkoniyati bor. Mabodo yoqsa telefon qilib baraka ko'ramiz.